Isming nima? Surxondaryoda chaqalog'i bilan molxonada saqlangan ayol voqeasi esingizdami? Ana shu voqea aybdorlari jinoiy jazoga tortildi. Xususan, viloyat Ichki ishlar boshqarmasining dastlabki xabarlarida ayolning turmush o'rtog'i ekanligi aytilgan 45 yoshli erkak oiladagi maishiy zo'ravonlik, odam savdosi, zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Unga nisbatan 13 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Erkakning 51 va 48 yoshli 2 nafar ayol qarindoshlari esa qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, odam savdosi kabi jinoyatlarni sodir etishda aybli deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud erkakning 75 yoshli onasini ham shu kabi jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topgan va unga 5 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Esingizda bo'lsa, Kun.uz ushbu voqea haqida batafsil surishtiruv e'lon qilgan edi. Voqea tafsilotlarini YouTube'dagi videomiz orqali tomosha qilishingiz mumkin.